Assalomu alaykum Ilhom aka. Londonga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Mana ko'rib turganingizdek, bugun Wembley stadionida Husanovni qo'llab-quvvatlash uchun O'zbekistondan maxsus tashrif buyurdingiz. Qanaqa taassurotlar? Husanov o'yinini O'zbekistondan kuzatish qanaqada? Hozir endi jonli hayotda yuzma-yuz kuzatish qanaqa taassurotlar oldida? Taassurot endi ko'ngilga sig'dirish juda qiyin. Albatta, bilasiz, hozir O'zbekistonda futbol naqadar rivoj topdi. Endi buni yaqqol namoyandasi Abduqodir Husanov. Bu hozir menimcha o'zbek birorta oilasi yo'qki, uni kuzatib turgan. Biz ham xuddi shunaqa orzumandamiz. Havas qilib, mana yaxshi niyat qildik. Bugungi chiroyli o'yinga nasib qildi, Xudo xolasa. Final o'yin. Bu final Chelsea bilan mana shaharliklar hammasi Chelsea deb yotibdi. Lekin biz Manchester City uchun ovoz beramiz, Abduqodir Husanov uchun ovoz beramiz. Alloh Husanov. Albatta Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tishi bu juda katta yangilik bo'lgan. Bu o'zbek futboliga nimalar olib keladi deb o'ylaysiz kelajakda? Hozirda nimalar olib kelyapti? Bu cheksiz, bu katta imkoniyatlar. Birinchidan, bu hozir O'zbekistonda har birta oilada o'g'il bolasi bor oilalar hammasi futbolda orzumandasi. Mani bolam Abduqodirga o'xshasin, mani bolam hozir endi har bir professional klublarga orzumandalar juda ko'payib ketdi. Albatta chet ellik mutaxassislar ham hozir O'zbekistonga o'zini qarashi bilan o'zi qarayapti. Albatta o'zi kelib yotishibdi. Mana bundan buyon men o'ylayman, yana bunaqa sportchilar, futbolchilarimizni safi kengayadi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta obro'ga obro' qo'shilib, O'zbekiston yana ham bayrog'imiz yuqori ko'tarilaveradi, Xudo xolasa. Mana Ilhom aka bo'lmasa, o'yin ham kutib qoldi. Bugun mana siz bilan birgalikda Abduqodirni to'g'ridan-to'g'ri stadiondan turib olqishlash nasib qilgan ekan. Ketdik, rahmat.